Bu shunday ko'prikki, u orqali mashinalar bemalol o'tishi mumkin. Ammo agar undan poyezd o'tsa, uni juda ham katta og'irligi sabab ko'prik qismi egilib, pastga cho'kib ketishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun ko'prikka qo'shimcha tayanch ustunlar qo'shasiz. Bu ustunlar egilish kuchiga qarshi turib, poyezdlarni xavfsiz o'tishini ta'minlaydi. Lekin endi yangi muammo paydo bo'ladi. Endi mashinalar qayerdan o'tadi? Shunda siz birinchi qavat ustiga yana bir qavat ko'prik qurish g'oyasini o'ylab topasiz. Shunday qilib mashinalar yuqori qavatdan harakatlana oladi. Ammo pastda ustunlar bo'lmasa, yuqori qavat ham oson egilib ketishi mumkin. Shuning uchun uni pastdan po'lat ustunlar bilan mustahkamlaysiz. Lekin katta yuk tushganda bu vertikal ustunlar egilib, deformatsiyaga uchrashi mumkin. Shunda siz yana bir aqlli yechim o'ylab topasiz. Ikki diagonal tayanch qo'shasiz. Natijada yuqori va pastki qavat o'rtasida uchburchak shaklidagi mustahkam konstruksiya hosil bo'ladi. Endi mashinalar yuqoridan, poyezdlar esa pastdan bemalol harakatlanadi. Ammo mashinalar va poyezdlar bir vaqtning o'zida ko'prikdan o'tganda, ko'prik qismi bilan tayanch ustunlar tutashgan joyda yuk juda ham katta bo'lib ketadi va ko'prikka zarar yetkazadi. Buni hal qilish uchun siz har bir tutashgan joydan yon tomondan qo'llab turuvchi maxsus tayanch konstruksiya ishlab chiqasiz. Bu yechim qadimgi Xitoy arxitekturasidagi Doungong deb ataladigan yog'och tayanch tizimidan olinadi. Bu konstruksiya yukni ko'proq maydonga taqsimlab, uni ustunlarga yanada ham teng ravishda uzatadi. Tabriklaymiz, siz Nanjing Yanze ko'prigini loyihaladingiz. Arxitektura bo'yicha shunaqangi foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.